Oromgohga yaxshi lokatsiyada joylashgan katta yo'l bo'yida turli xildagi joylarimiz ijaraga beriladi. Ijaraga joy qidirib yurgan tanishingiz bo'lsa, shu videoni jo'natib yo'lachini qizartirib qo'ying. Qolgan ma'lumotlarni video davomida berib boraman. Oromgohdagi svetoforimizdan dom tomonga burilganimizda shu chap qo'limizdagi izdaniyada turli xildagi joylarimiz ijaraga beriladi. Ko'rib turibsiz, kafe, mafeyni, novoxona, lavashxona yokida boshqa maqsadlarda ham foydalansa bo'ladi. Norixona qilib o'tsa ham bo'ladi, grill markaz qilsa ham bo'ladi. Bundan tashqari zoo magazini ham o'z faoliyatini yurg'izib turibdi. Zoo magazinda barcha narsalarimiz bor. Akvariumizmi, akvariumdagi ketilgan toshlar deysizmi, hamma narsa bor. Baliqlarimizni turli xillardan olib kelib qo'yilgan. Undan tashqari chiroyli qushlarimiz ham bor. Qushlarga, mushuklarga ovqatlar ham bor. Kelaverasizlar, manzilimiz Oromgoh svetoforida joylashgan zoo magazini. Undan tashqari mana bu yerda kattagina zalimiz bor. Zal remontlari ham chiroyli holatda turibdi. Istalgan maqsadda foydalansa bo'ladi. Ag'i o'zingizni xohishingizdan kelib chiqib, xohlagan maqsadda foydalansa bo'ladi. Buni tagida ham kattagina podvali bor. Podvalini ham 2 ga 3 ga bo'lib qo'yilgan. Bu tomonlarni ham alohida beraveradi. Chavalxona deysizlarmi yokida o'zingiz ishingizga muvofiq boshqa maqsadlarda ham foydalansa bo'ladi. Ro'paramizda katta darvozani o'rnatib qo'yilgan. Bu darvozaga xotirjam moshtalar ham kiraveradi. Skalat o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Shunaqa darvoza, uzun darvoza xonamizdan kirganimizda o'ng qo'limizda bitta ofis joy. Chiroyli joy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bundan tashqari ro'parada yana bitta katta xonasi bor. Bu tomonda ko'cha, bu yerdan eshik ochib turib, bu tomondan foydalansa ham bo'ladi. Shunaqa katta yo'lni bo'yida yaxshi lokatsiyadan do'kon qilaman, ishlab chiqarish qilaman degan tanishingiz bo'lsa, ushbu videoni jo'natib, yo'lachini qizartirib qo'yib, a'zolikni bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham zo'r uy joylar bizning kanalda.